Bizda Yelgavaga bo'lgan trip boshlandi. Biz hozir mana shu ro'paramda turgan cherkovga kirar ekanmiz. Mana asosiy maqsadi shu planda ichida bor ekan, ya'ni sayohat planida va bu mutlaqo tekin. Ichkarisi to'g'risini aytganda juda ham chiroyli, lekin chizishi bir g'alati bo'ladi. Bilmadim, lekin men har doim shu ikkinchi marta umrimda kirib ko'rishligim churchga, ya'ni cherkovga va har safar kirganim bir g'alati bo'ladi shu joyga kirganimda, lekin obida chiroy juda ham ta'riflab bo'lmaydi. Va mana bu haqiqiy krasota. Narsa menimcha shaharda mapiga, ya'ni xaritasiga o'xshab ko'rinyapti. Albatta, mana bunaqangi narsa ham bor ekan. O'zini ta'rifini yozib qo'yganman. Manu, g'alabamda. Tāpēc šeit vienmēr darbojas vēlēšanās atšķirties. Parādās pirmās subkultūras. Labāk nesatīties gan kā mēs ieties. Başka bir şey anlama. Bu müzik ortaması bir şey anlama. Bu. Kuzak ki. Shakespeare. Prince Henry V. Okay. Cumhuriyet'imizde yaptım ki. Terör müsünüz, spes misiniz ayting? Böyle. Biz hozir yarim ovqatimizni yeb oldik. Muzeyda ichida. Endi bo'ldi. Yurilaveradi, qorin to'ydi. Chiroyli qarab. Afsuslantirmadan chiqaring. Afsuslantirmadi. Zinadan chiqqanimga afsuslanmadim. Chiroyli qaranglar u.
chiroyini qaranglar, vashshi yoqtirib qoldim men bu shaharda. To'g'ri tasavvur qilmagandim, Jelgava o'zi qanaqangi, Jelgava deyilar ekan, qanaqangi shahar bu. Google'dan ko'rganimda unchalik chiroyli joylarni ko'rmagandim, lekin haqiqiy hayot va bunaqangi ob-havoda ko'rgandan keyin odam bu shaharni yaxshi ko'rib qolar ekan rostdan aytganda. Mana buni qaranglar. Ta'riflashga til ojiz joy. Ham o'tarib ham velosiped haydashganmi? Biz tripimiz o'zi xudo xolasa niyatiga yetdi. Nihoyasiga yetdi va biz ketyapmiz. Yuguring, brat, yuguring. Hozir kerak hali. Mani Jelgava haqidagi so'nggi va tafsil fikrlarim. Bu shahar juda ham boshqacha, juda ham o'zgacha. Ham zamonaviy, ham eskicha shahar, hamda tabiati juda ham chiroyli. Men bu shaharda xudo xolasa yana bir marta kelib, yana ham o'zim ko'rmagan joylarni yana bir marta ko'rishni nasib qilishni istayman va xudo xolasa nasib qilsa kelaman ham. Bu shahar to'g'risini aytganda bir so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Chiroyli obidalar ko'p. Shaharda vibe boshqacha. Riga boshqa dunyo, Jelgava shahri boshqa dunyo ekan. Men shuni aniqladim, ko'rdim va ikkalasi ikki xil dunyo. Ya'ni Riga biroz shovqinli va biroz rivojlangan bo'lishi mumkin, yuqori binolar bo'lishi mumkin ba'zi bir. Lekin bu yer biroz tinchroq ekan. To'g'risini aytganda. Shahar tinch, osuda. Agarki siz Latviyada bo'lsangiz, Jelgavaga bir marta tashrif buyurishingizni tavsiya qilaman. Yo'lda mana shunaqangi chiroyli mashinalar ko'rib qolish ham bu ham bir sayohatingizga juda ham bir boshqacha kayf beradi. Mana tashrif buyurishi juda ham arziydi.